O'zbek institutining filologiya fakulteti Sharq tillari kafedrasida Sharq xalqlari madaniyati festivali bo'lib o'tmoqda. Talabalarimiz har bitta xalqning madaniyatga xos bo'lgan kiyimlari, ovqatlari va raqslarni ham tayyorlab kelishibdi. Bilasizmi Sevinchxon, undan tashqari koreys, yapon, xitoy va arab tillari ham o'zlarining milliy raqslari, she'rlari va adabiy chiqishlari bilan badiiy sahnamizni boyitib berishadi degan umiddamiz. Albatta.